So'nggi yillarda plastik operatsiya qildirgan o'zbek mashhurlari. Ruxshona mart oyida 28 yoshni qarshilagan xonanda Ruxshona tug'ruqdan keyingi osilgan qorinni plastik jarrohlik yo'li bilan oldirdi. Ammo u boshqa ijodkorlar singari jarrohlik uchun xorijdagi mashhur klinikalarni tanlamadi. U Buxoroga borib jarrohlik amaliyotini boshidan o'tkazdi. Xonandaning muxlislari videoga like bosishni unutmang. Lola 2024-yilning diqqat markazida bo'lgan san'atkor Lola 3-farzandini dunyoga keltirganidan so'ng plastik jarrohlik amaliyotiga murojaat qilgan. Lola bu ishini yashirmaydigan kam sonli qo'shiqchilardan. Lolani yoqtirgan insonlar videoga like bosishni unutmang. Munisa Rizayeva xonandaning avvalgi qiyofasi bilan bugungi tashqi ko'rinish unchalik bir-biriga o'xshash emas. To'g'ri, yosh ulg'aygach tabiiyki tashqi ko'rinish ham o'zgaradi, ammo xonanda tashqi ko'rinishidagi o'zgarish faqatgina yillar bilan emas, plastik jarrohlik bilan ham bog'liq ekanligini yashirmaydi. Xonandaning muxlislari videoga like bosishni unutmang. Muborak Abdullayeva mashhur Insta bloger operatsiyaga qadar 130 kilogramm tosh bosganini aytadi. U qandli diabet bilan og'rigan, shu sababli uzoq vaqtgacha hayotiga o'zgartirish kiritishga qo'rqqan. Ammo ijodkor 2023-yilda oshqozon kichraytirish operatsiyasini boshidan o'tkazishga qaror qilgan. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Shu kabi qiziqarli shou-biznes yangiliklarini Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.